Assalomu alaykum hammaga. Germaniya Berlindan salom. Mama. Havo juda ham yaxshi. Mama. Hozir mehmonga ketyapmiz bolalar bilan. Hozir yangi uyga ko'chganmiz. Eski uyimizga qo'shni bo'lgan tanishimizga ketyapmiz. Oldin qo'shnimiz bo'lgan, hozir yaqin tanishimiz. Yangi mehmonga ketyapmiz. Bolalar bilan avtobusimizni kutyapmiz. Hozir avtobusimiz keladi. Bu yerdan firi gaza. Falastinlar. Ko'pchilik ketishdi. 246 kelish kerak, 5 minutdan keyin keladi. Bugun havo juda ham yaxshi. Maza qilib bolalar bilan avtobusga keldik. Hozir ikkinchi avtobusga minamiz. Persodga qilyapmiz. Ayub Anas. Ayub Anas qara. Qaramaydi. Ayub Anas, men yonimga kelib tur. Eshitmaydi ham bular. Havo yaxshi bo'lganda odam ko'p. Bu taraflarga odam sal kamroq ekan. Hozir biz kelganimizcha avtobuslarda ham odamlar ko'p. Hamma ko'chada yuribdi. Chunki asosan biz bu paytlar bizda 4-noyabr kelgan bo'lsa, umuman anaqa yomg'ir to'xtamasdan, даже qoram yoqib boradigan vaqtlar bo'lish kerak-da. Shunga havo yaxshiligiga hamma ko'chalarda yuribdi. Ob-havo bizga o'zgardi. Mana yana bizga har doimgidek Lego sevgisi. O'sha yerda mahallalar orasida shunaqa Lego joy bor ekan. Ichkarida ko'rsak, bular, qarorchi, anaqa olingan Legolar. Misol kimdir mana unaqa Legolarni yoki o'yinchoqlarni olib, yasab, o'ynab, ikkinchi qo'l qilib sotadigan joy ekan bu. Chunki masalan bunaqa обычный bunaqa yangi korobkali yoki mana masalan shunaqa mashinali korobkali olamiz desa 200 euro, 300 euro, o'ta qimmatda Legolar. Bu yerda ikkinchi qo'l Legolar olsa bo'lar. Ichkarilarda ham mana Legolar. Ayo, o'g'lim ketamiz. Ichkariga kirmaylik ham, hozir chiqdik o'zi. Ha, mana shunaqa dadam olib beruvdi ekan qizil mashinada. Mana bu yashil mashina olib keldi. Mana qara, bu chiroyli yasabsan, yasalmading. Yasaldim. Ichkarilarda ham. O'g'lim ketamiz. Shunaqa qimmat o'yinchoqlarni ikkinchi qo'l qilib sotib ketsa bo'ladi ekan. Sotib olsa ham bo'ladi, o'zlarini uylarida bo'lsa kelib shu yoqqa topshirsa bo'ladi. Zo'r joy ekan. O'z bo'linib turibdi bular yasalgan, qanday qilinganlar. Ketdik, bo'ldi, yo'q, ketamiz. Voy, Nini. Nima qilyapti Nini? Oy. Bizda har xil viruslar yuribdi. Ehtiyot bo'lish kerak hamma. Bola immunitetini ko'tarib. Har doimgida mehmonga kelamiz, telefonda o'tiramiz. Bu anaqa nemislarni o'zlarini baland uylari
Yangi anaqa kvartiraga ko'chishgan qo'shnilarimiz ham. Nemetskiy. Bala. Mana men o'g'limdan nima qilib qiyoslab olsanglar bo'lar. Sova bala bo'lar. Anaqa kaminglar bor, eski. Прикольный lekin. Просто chiroyli. Xo'sh. Hozir Turk marketga kelyapman. Go'sht olishim kerak. Bismarck shtrasidaman. Turk market boshlaydilar bo'lsa, shu market yoqadi bizga. Go'sht yaxshi, arzonroq. Narsalari ham yaxshi, arzon. Mana shu market yoqadi. Shu Yevrogida. Anor. Shuni bor. Anor. Nega olishim kerak? Bolalar osmoqchi. Nok bor. Xurmo ekan. Bexat yo'qda. Jabarish go'sht. Banan olsam bo'ladi. 1,5 euro. Keksi olishim kerak buni. Kilosi 1 euro. Bunu da yarım kilo verir misiniz? Aradaki de. Evet. Yarım kilo yeterli. Ha? Şimdi koyayım. Ha koy. Kolamazsın bir şey. Yugurib ketib qolma. Ayo Banas, yugurma. Qayerga ketdi bular? Kechga sayr qilish ham boshqacha zavqli. Ketib qoldi bular. Ayo Banas. Ketib qolgan. Magazinga kiramiz desa, dunyo ko'zga ko'rinmadi. Ketib qolishdi. Xo'sh. Berlinda kechki sayr. Maktab avtobusi. Kartongida jinni keti narsa olib chiqadi bular. Mamam. Olib chiqish. Şimdi elinde bunu açamam. Şimdi hemen. O'g'lingga qaraydi. Maşinada bunu sındıramam. Ben bunu sındıramam. Bir de paket açamam. Kaka. Hello kızım. Hallo, qo'madingku? Ha? Hallo qiz. Qani sen? Biz yana aylanishga chiqamiz.